Siyosiy partiya yetakchilariga siyosiy iroda yetishmayapti. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringlar bor. Ijtimoiy tarmoq orqali hamda video murojaat yo'llab, yozma ravishda ham UZLD partiyasi yetakchisi Aktam Ahmadovichga video murojaat yo'llaganman, yozma ravishda ham murojaat qilganman. Murojaatim nimadan iborat edi? Kambag'allikni qisqartirish vaziri noqonuniy buyrug'ini bekor qilish bo'yicha sudga da'vo ariza kirgizganman. Sud adolatsiz, qonuniy tarzda o'tyapti. Shunga partiya ustavining 1-bandiga muvofiq partiya a'zosi o'zining qonuniy huquq manfaatlarini himoya qilishda partiya ko'magidan foydalanish huquqiga egaligi ko'rsatib o'tilgan. Shu huquqimdan foydalanib, shu partiyani 10 yildan oshiq 20 yilga yaqin partiya a'zosi hisoblanaman. Shu partiya ustavidan kelib chiqib, siyosiy kengash ijroiy qo'mitasi raisi Aktam Ahmadovichga video murojaat yo'llaganman. Afsuski, UZLD partiyasining yetakchilariga siyosiy iroda yetishmayapti. Ya'ni bitta vazirga sud tartibida partiya a'zosini himoya qila olmayapti. Bunaqa siyosiy yetakchilar bizga kerakmi? Partiyani siyosiy irodasini ifoda eta olmaydigan, partiya ustaviga qarshi chiqadigan bizga yetakchilar kerakmi? Yo'q, kerak emas. Shaxsan menga kerak emas. Partiya ustaviga zid harakat qilsa, partiya a'zosini himoya qila olmaydigan bo'lsa. Bilasizlar, partiya milliardlab davlat budjetidan mablag' oladi har yil. Saylovlarda homiylik, partiya a'zolaridan vznoslar tushadi. Biz ham 20 yil davomida doimiy ish joyimizdan partiyaning ustav dasturiga muvofiq partiya badallarini to'lab kelganmiz. Partiyani qo'llab-quvvatlaganmiz. Bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaymiz. Siyosiy yetakchilarimizni, partiyani siyosiy rahbariyatidan ustaviga amal qilmagani uchun biz partiyani tashlab chiqib ketmaymiz. Biz partiya bilan doim yelkadoshmiz. Lekin bizga bunaqa yetakchilar kerak emas. Bunaqa siyosiy irodasi zaif bo'lgan yetakchilar kerak emas. Bitta partiya a'zosini, bitta vazirni noqonuniy buyrug'idan himoya qila olmaydigan, ko'mak bera olmaydigan bizga yetakchilar kerak emas. Faqat biz o'zimizni siyosiy pozitsiyamizdan kelib chiqib, o'zimiz fikrimizni bildirib qo'ymoqchimiz. Hozirgi o'tirgan rahbariyat bitta partiyani o'zini ustaviga qarshi chiqadigan bo'lsa, o'zini partiya a'zosini 10 yildan oshiq 20 yilga yaqin partiya a'zosi bo'lgan bitta faol partiya a'zosini himoya qila olmaydigan bo'lsa, bizga nima uchun kerak bunday siyosiy yetakchi? Bilmadim, yani nechta odam bor ekan partiya a'zosi bo'lib, bunaqa siyosiy yetakchilarni, partiyaning eng yuqori mansabli odamlari bunaqa murojaatlarda e'tibor bermasdan qoldirib ketadiganlar nechta ekan bilmayman. Lekin men o'zimni bilaman, ariza berdim, arizamga javob berib, biz yordam bera olmaymiz deb turib ochiqdan ochiq rad javobini berishyapti. Bu mutlaqo partiyaning ustaviga zid. Mutlaqo zid. Qanday partiyani a'zosini himoya qila olmasa, qanday partiyani rahbariyati bunga parda ortida qaraydigan bo'lsa, nima uchun qilib o'tiribsizlar bunaqa holatda bo'lsa? Bunaqada partiya a'zolari chiqib ketadi-ku. Sizlar partiya emaslar, partiyani siyosiy yetakchisi bo'lib turib, partiyani himoya qilishinglar kerak. Partiyani a'zolarini himoya qilishinglar kerak. Biz sizsiz, biz partiyasiz kurashamiz bundan bu yog'iga. Partiya bizga hech qanaqa ko'mak bermadi bunaqa holatga. Ming afsuslar bo'lsin, lekin partiya bilan birlamiz hali ham. Biz hozirgi partiyani siyosiy kengash ijroiy qo'mitasining a'zolaridan, partiya raisidan Aktam Ahmadovichdan norozimiz bunday qarorga kelishidan. O'zingizlar lavozimlarga loyiq bo'lishingizni xohlaymiz. Partiya yetakchimisiz? Partiyani ustavidan kelib chiqib, partiya a'zolarini qo'llab-quvvatlang, yonida turing. Saylovlarda partiya a'zolarini qo'llab-quvvatlaymiz, biz safimizga qo'shiling deb million qora ko'zlarni safimizga qabul qilyapmiz. Lekin bunaqangi holatda qaroriga qabul qiladigan bo'lsanglar, huquqiy ko'mak bera olmaydigan bo'lsanglar,
yaxshisi lavozimda bo'shatib qo'yishinglar kerak. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting, hurmatli kuzatuvchilar. Sizni har bir laykinglar, kommentariyada fikrlaringlar biz uchun muhim. Partiyaga 20 yildan oshiq, 20 yilga yaqin partiyani qo'llab-quvvatlab keldik. Bundan keyin ham qo'llab-quvvatlab kelamiz, lekin bunaqa partiya yetakchilari bizga kerak emas. Biz bunday partiya yetakchilarining irodasi, siyosiy irodasiz bo'lgan, partiya ustaviga qarshi chiqqan siyosiy kengash qo'mitasining a'zolari, siyosiy kengash ijro qo'mitasi raisidan mutlaqo norozimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, kuzatuvchilar. Biz o'zimiz bundan buyog'iga shu kuyda o'zimiz harakat qildik, bundan keyin o'zimiz harakat qilib vazirda noqonuniy buyrug'ini sud tartibida bekor qilishga bor kuch-g'ayratimizni, bilimimizni ayamaymiz. Rahmat e'tiboringlar uchun. Qo'llab-quvvatlaganinglar uchun, kommentariyada fikr bildirganinglar uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Like, komment bosishda to'xtamang. Rahmat katta.